Alo. Yo'lga chiqdim. Ha, bo'pti. Samarqand ko'chaga. Ha. Men senga aytdim-ku. Menga qara, boshimni og'ritib yubording. Qanaqa bolasan, jonga tegib ketding-ku. Ming'ir qilgan, Menga qaragin, tinch qo'yasanmi? Ancha jonga tegding-ku. Ha, borasan, qolasan u yerdan. Keyin olib borib eltib qo'yasan joyiga. Nima shuni tushirish qiyinmi? Menga qarang, shu chetroqda qolaman. Tövbe. Assalomu alaykum. Samarqand ko'chaga. Alaykum assalom. Chiqing. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yashang o'g'lim. Joningiz sog' bo'lsin. Shofyor aka, siz yaxshimisiz? Ishlab turibsizmi? Salomat bo'ling. Mana shunaqangi yurtimizda sizlar kabi yoshliq onaxonlarimiz bor ekan, ularning duolari bor ekan. Biz farzandlar har doim mehnat qilishdan, yaxshi xizmat qilishdan hech ham charchamaymiz, omon bo'linglar. Charchamang bolam. Otangizga, onangizga rahmat. Shapirkan bir duo qilib qo'ying. Amin o'g'lim. Nima yaxshi niyat bo'lsa, niyatlaringga yetgin. Boqqan ota-onangga rahmat. Qalbingizga rahmat. Alo. Men o'zim qo'ng'iroq qilib boraman, mashina dedim. Xo'p. Shofyor aka, onaxonlar, rahmat, salomat bo'linglar. Voy, yashang bolam. Eson-omon yetib manzilingizga. Odob o'ziga yarashgan. Tarbiyali bola yaxshi. Umridan baraka topsin.